juda katta muammo bor edi. Shunga zo'r yechim berib qo'yishibman. Bu to'g'risida video ham qilganman alohida. Bank orqali kredit olib, uyini sota olmayotgan odamlar bor edi. Misol uchun deylik, 100 millionmi, 200 millionmi bankdan kredit qarzi borda, xaridor topib bo'lgan, xaridor kelyapti, 100 million, 200 million kreditingni men to'lab bermayman deyapti. Qarindosh urug'idan so'rayapti, qarindosh urug'idan topa olmayapti, avtomatik u sotuv to'xtatilardi va u uy auksionga chiqib ketardi. Auksionda arzimagan pulga sotilib ketardi. Shu to'g'risida bankirlarga yechim qilinglar, odamlar qiynalyapti degan videoyim bor edi. Именно shunga o'zimizga yaqin bo'lgan Avaz degan o'rtog'im yechim berib qo'yibdi. Xudo xolasa, agarda bankdan kredit qarzingiz bo'ladigan bo'lsa, tekinga bo'lmaydi, O'zbekiston foizga ishlar ekan, zo'r bo'ladi. Ko'p uylar 200 million bankdan qarzi bo'lganligi uchun ham 50 ming dollar turadigan uyini 45 mingga ham sota olmay o'tirgan odamlar bor. Chunki bankdan kredit qarzi xalaqit qilyapti sotuvga. Chunki xaridor ham qo'rqadi-da, masalan 200 millioningni to'lasam, ertaga uxlatib ketsenchi, yo'q, olmay qo'ya qoling, undan ko'ra boshqa uy ola qoling deydi. Mana mashinga zo'r yechim bo'lib qopti. Bemalol uylarni bo'ldi. Zaklat ber, necha pul berasan? 10 million berasan, 5 million berasan, ber zaklatni deb zaklatni olinglar-da, bularga aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa, ish hammasini bitkizib, notariusgacha olib borib, oldi sotdigacha turib berishadi. Pastda raqamlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.